O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan sonda qo'llari Kabatullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet markazi 17, 18 va 19 iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 18 va 19 iyunda ba'zi joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 17 va 18 iyunda kechasi 23-28 daraja, kunduzi 39-44 daraja. 19 iyunda kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.